Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Demak, bugun IDC Matematika milliy sertifikat kitobining 6-mock tahlilini o'rganamiz. Demak, diqqatimizni birinchi savolga qaratamiz. Demak, birinchi savolda m va n natural sonlar uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsin. A ko'paygan b ning natural bo'luvchilar soni 63 ta bo'lsa, m ning n-chi darajasini toping. Demak, bizdan so'rayotgan qiymat m ning n-chi darajasi. Demak, biz mana bu ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak, asosiy bir xillar nima qiladi? Darajalar qo'shiladi. Demak, 2 ning darajasida 4 plus m, keyin 3 ning darajasida m plus 7. Demak, bu katta A ko'paygan katta B ga teng. Endi mana shu ko'paytmaning natural bo'luvchilar soni 63 taga teng. Demak, natural bo'luvchilar soni nbsi A ko'paygan B uchun bilamiz, natural bo'luvchilar sonini topib olish uchun darajaga 1 ni qo'shib ko'paytirar edik. Demak, 4 plus m ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 5 plus m bo'ladi. M plus 7 ga 1 ni qo'shsak, bu 8 plus m bo'ladi. Keyinda mana bu joyda xato ketibdi. N deb olamiz. Mana 5 plus n. Ana endi to'g'ri. Endi ko'paytirganimizda bizga 63 chiqish kerak ekan. Demak, 63 ni 7 ko'paygan 9 shaklida izlaydigan bo'lsak, mana bu qiymat 7 bo'lsin, mana buning qiymati 9 bo'lsin deb olamiz. Demak, n bu yerdan 2 ekanligi, m bu yerdan 1 ekanligi kelib chiqadi. Bizdan so'rayotgan m ning n-chisi 1 ning 2-chisiga teng bo'lib, qiymati 1 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A varianti. Keyingi savol. 20 ni minus 4 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda minus 5, minus 18 ni 3 ga ko'paytirsak, minusda 54, minusga ko'paysa boshida nima qilish kerak? Ko'paytuvchi bo'luv va ko'paytuvchini bajarish kerak. Demak, biz birinchi mana buni bajaramiz, undan keyin buni bajaramiz, undan keyin mana buni bajaramiz. Oxirgisini ham bajaramiz. Keyin oxirida ayiramiz. Qo'shish, ayirish oxirida bajariladi. Demak, 20 dan minus 4 ni bo'lsak, minus 5 plus minus 18 ni 3 ga ko'paytirsak, minus 54 minus 15 ni minus 3 ga bo'lsak, plus 5, plus 5 ni 5 ga ko'paytirsak, 25. Endi hisoblasak, minus 5 minus 54 minus 25. Demak, minus 30 minus 84 chiqar ekan. Demak, A variantda berilgan to'g'ri javob. Keyingi savolimiz. Idishning 30% suv bilan to'lgan, idishga yana 44 litr suv quyilgach, demak, idishning 30%, demak, idish hajmi V deb olamiz. Demak, idish hajmi 30% suv bilan to'lgan bo'lsa, 0,3 V suv bilan to'lgan. Keyin unga yana 44 litr suv qo'shilgan, demak, 44 qo'shildi. Endi 44 litr suv qo'shilgach, uning 3/2 qismi suv bilan to'ldi. Demak, bu jami hajmning 3/2 qismiga teng bo'lar ekan. Demak, 3/2 V ga teng bo'ladi deyapti. Mana shu yerdan V ni topib olsak bo'ladi. 0,3 V ni 3 taqsim 10 qilib, unga minus qilib o'tkazamiz. Demak, o'ng tarafda 2 V taqsim 3 minus 3 V taqsim 10 qoladi. Chap tarafida 44 turadi. Demak, o'rni o'zgartirib yozdim. Endi bunga 10 dan maxraj, bunga 3 dan maxraj bersak, 20 dan 9 dan ayiramiz. Bizda 11 V taqsim 30 44 ga teng bo'lib qoladi. 11 bilan 44 ni qisqartirsak 4 qoladi va V bu yerda 120 chiqadi. Endi idish to'lishi uchun unga yana necha litr suv quyish kerak? Demak, o'zi 3/2 qismi nima qildi? Suv bilan to'ldi. Demak, yana to'lishi uchun unga 3/1 qism kerak bo'ladi. 3/1 V ni so'rayapti. Demak, 3/1 ko'paygan V ning o'rniga 120 ni qo'yadigan bo'lsak, 3 bilan 120 qisqarib, bizda to'g'ri javob 40 ga teng bo'ladi. Ya'ni 40 litr suv quyish kerak bo'ladi. C javob to'g'ri. Keyingi savol. Bo'yi va enining nisbati 2 ga 3 kabi bo'lgan futbol maydonchasining atrofi panjara bilan o'ralgan. Demak, bizda futbol maydonchasini tasavvur qilib olamiz. Demak, mana buni n, bu tarafni m deydigan bo'lsak, bizda n ning m ga nisbati 2 ga 3 ga teng ekan. Ya'ni 2 ga 3 nisbatiga teng ekan. Endi
1 metr panjara o'rnatish narxi 300 ming so'm bo'lib, panjara o'rnatish uchun jami 36 million so'm sarflandi. Demak, panjaraning 1 metri 300 mingdan bo'lsa, jami uzunligi perimetr bo'ladi. Ya'ni perimetr 2 ko'paygan n plus m. Ana shu jami uzunlik har metriga 300 mingdan nima qilsa, pul beradigan bo'lsak, buni 300 mingga ko'paytiramiz. Shunda bizda 36 million so'm nima qilingan ekan, sarflangan ekan. Endi buni 2 ni 300 mingga ko'paytirsak 600 ming bo'ladi. Demak, bu bilan buni qisqartirsak, bu yerda 60 qolar ekan. Demak, n plus m ning qiymati 60 ga teng. Endi nisbat qilib olgandan keyin bu tarafini 2x, bu tarafini 3x qilib olsak ham bo'ladi. Demak, 2x ga 3x ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 5x teng 60 ga. X teng bo'ladi 12 ga. Endi so'rayotgani futbol maydonining yuzi. Futbol maydonining yuzasi s teng n ko'paygan m ga, ya'ni 2x ni 3x ga ko'paytirsak 6x kvadratga. Demak, 6 ni x ning kvadrati, ya'ni 12 ning kvadrati 144 ga ko'paytirsak, bizda to'g'ri javob 864 metr kvadrat chiqar ekan. Demak, bu javob to'g'ri hisoblanadi. Keyingi savol kasr hisoblash. Demak, 2 taqsim 3 ning minus 2 darajasi 3 taqsim 2 ning ikkinchisiga teng, ya'ni 9 taqsim 4 ga teng. Minus 3 ning kvadrati 9. Qavs baklandi. Ko'paygan 0,25 ning minus 1-chisi 4 ga teng, plus minus 1 ning 7-chisi minus 1 ga teng. Demak, qavs yopamiz. Mahrajimizda minus 4 ning kvadrati plus 16 plus 0,1 ning minus 1 darajasi 10 ga teng. Minus 2 ning 3-chi 8 ga teng. Endi bunga 4 ta mahraj bersak, yuqorida 9 minus 36 hosil bo'ladi. 9 minus 36 hosil bo'ladi. Mahrajimizda 4. 4 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 3. Demak, umumiy mahrajda 18. Endi bu bilan buni qisqartirsak, bu yerda 6 qoladi. 9 minus 36 yuqorida, 4 pastga tushadigan bo'lsa, 6 bilan 4 ko'payib 24 bo'ladi. 36 dan 9 ni ayiradigan bo'lsak, bizda minusda 27 qoladi, mahrajimizda 24. Demak, ikkalasini 3 ga qisqartirsak, yuqorida 9, mahrajimizda 8 qoladi. Demak, bizda to'g'ri javob B varianti, ya'ni minusda 9 taqsim 8. Keyingi savoli hisoblash. Demak, bu yerda 2 minus ildiz osti 5 10-chi, 2 plus ildiz osti 5 ning 11-chi. Demak, biz yozib olsak bo'ladi. 2 minus ildiz ostida 5 ning 10-chi darajasi ko'paygan 2 plus ildiz ostida 5 ning 11-chi darajasini 10-chi daraja qilamiz va yoniga yana bittasini ko'paytirib qo'yamiz. 2 minus ildiz ostida 5. Ana endi mana bunga e'tiborimizni qaratamiz. Bu ifoda ikkalasi darajasi bir xil bo'lgani uchun 2 minus ildiz ostida 5, 2 plus ildiz ostida 5 ning qavsda 10-chi darajasi ko'paygan 2 plus ildiz ostida 5 minus ildiz osti 5 ga teng. Hisoblasak, mana bu a minus b plus b ga ko'ra minus 1 chiqadi. Minus 1 ning 10-chi darajasi ko'paygan 2 plus ildiz ostida 5 minus ildiz ostida 5. Minus 1 ning juft darajasi plus 1 ga teng bo'lgani uchun to'g'ridan to'g'ri yo'qib ketdi deb qaraydigan bo'lsak, keyin 2 plus ildiz ostida 5 minus ildiz ostida 5 qoladi. Bu yerda bular qisqaradigan bo'lsa, to'g'ri javob 2 ga teng chiqadi. Ya'ni A javob to'g'ri hisoblanadi. Keyingi savolimiz 7-savol. Demak, bu yerda qiymatini topish kerak. Demak, biz birinchi mana bu kasrda irratsionaldan qutqaradigan bo'lsak, yuqorida 7 minus ildiz ostida 2 bo'lsa, unga ko'payadi 3 plus ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 2. Mahrajimizda 3 ning kvadrati 9, mana buning qavs kvadrati 2 minus ildiz ostida 2 ga teng. Demak, buni yana soddalashtiradigan bo'lsak, mahrajimizda 7 minus ildiz ostida 2 qoladi. Yuqorida ham 7 minus ildiz ostida 2 keladi. Qarasak, mahrajdagini yuqoridagi nima qilar ekan? Qisqarar ekan. Bu ikkalasi qisqarsa 3 plus ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 2 ga teng bo'lib qoladi birinchisining qiymati. Endi ikkinchisini hisoblaydigan bo'lsak, bu birinchisi edi. Ikkinchisini hisoblaydigan bo'lsak, demak, o'rtasi mana shu minus yuzga ko'paytiramiz suratini. Demak, 1 minus 4 ildiz ostida 2
3 minus 2 ildiz ostida 2 plus 2ga. Demak, maxrajimizda 3 ning kvadrati 9 i minus 2 ildiz ostida 2 plus 2 ning qavs kvadrati 4 ko'paygan ildiz ostida 2 plus 2 ga teng bo'ladi. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, 9 minus 4 ildiz ostida 2 minus 8. 9 dan 8 ayrilsa 1. Demak, mana bu 1 bo'ladi. Qarasak, mana bu bilan bu qisqarar ekanda 3 minus 2 ildiz ostida 2 plus 2 ga teng chiqadi. Ana endi ikkalasini bir-biridan ayirishimiz kerak. Bundan buni ayirganda qanday bo'ladi? Xo'sh, uchlar qisqarar ekan. Demak, buni ayiradigan bo'lsak, uchlar qisqaradi. Bundan buni ayirganda qo'shilib ketib, bizda 3 ta ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 2 hosil bo'lar ekan. Ya'ni to'g'ri javob C variantda berilgan. Qaranglar, bu yerda chalg'ituvchi nima bor? 2 plus ildiz ostida 2, mana bu yerda ildiz ostida 2 plus 2 qilib o'zgartirilgan. Ayrim o'quvchilarimiz mana shu joyda ham chalg'ishi mumkin. 8-savol. Mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, qiymatini toping. Demak, bu ayniyat 1 minus 3x kvadratning kubini ochib chiqishimiz kerak. 1 minus 3x ning kubini ochib chiqsak, a kub kvadrati 1 minus 3a kvadrat b. Shunda 9x ning kvadrati o'rta plus 3ab kvadrat. 3ab kvadrat 27x ning 4-chisi minus oxirgisining qavs kubi 27x ning 6-chisi. Bu teng bo'ladi a plus bx kvadrat plus x ning 4-chisi plus dx ning 6-chisiga. Demak, qarasak, a 1 ekan, b minus 9 ekan, c 27, d minus 27. Endi bizdan so'rayapti a minus b plus c minus d ni. Demak, 1 plus 9 plus 27 plus 27 bo'ladi. Minuslarga ko'payib. Qo'shsak, mana bu ikkalasining yig'indisi 54, mana bu 10. Demak, bizda jami yig'indi 64 chiqar ekan. Ya'ni D javob to'g'ri. Keyingi savolimiz. Agar katta A va katta B ning qiymatlari mana shunday bo'lsa, ildiz ostida A minus ildiz ostida B ning qiymatini toping deyapti. Demak, bizda 1 plus 3 plus 5 999, 1 plus 3 plus 5 997. Mana bu bilan bu bir xil deyarli. Demak, mana buni qandaydir bir t ga teng desak, bu ifoda 997 dan keyingi keluvchi tub son, tog' son 999, t plus 999 ga teng ekan. Endi biz yokida mana bu nimaga qarab arifmetik progressiyaga tashlab yig'indisini qiymatini topib olsak ham bo'ladi. Misol uchun a ning qiymati birinchi bilan oxirgi qo'shiladi, keyin 2 ga bo'linib nechta bo'lsa shunga ko'paytiriladi. Endi birdan 999 gacha bo'lsa, birdan 1000 gacha olinadi. Birdan 1000 gacha bo'lgan toqlari 500 ta bo'ladi. Ya'ni 500 ta juft 500 ta toq bo'ladi. Demak, buni 500 ga ko'paytiramiz, chunki 500 ta toq son mavjud. Bu surati 1000 ga teng, 2 bo'lsak 500 ga ko'payadigan bo'lsa 500 ning kvadrati. B ning qiymati endi birinchi bilan oxirgi qo'shiladi. 1 ga 997 qo'shiladi, 2 ga bo'linadi. Endi bu yerda 500 ta toq son yo'q, 499 tasi bor. 499 ta toq son mavjud, chunki 999 qatnashmadi. Demak, yuqorini qo'shsak 998 bo'ladi. 998 2 ga bo'lsak 499. 499 ko'paysa 499 ning kvadrati. Demak, bizda endi buni ildizdan chiqaradigan bo'lsak, bundan 500 chiqadi, narigisidan 499 chiqadi. Ikkalasini ayiradigan bo'lsak, javob 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni B javob to'g'ri. Keyingi savol. Agar A ning ketma-ketlik uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, A 100-hadni qiymatini toping. Demak, bizda A ning ketma-ketlik uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, A 100 ni toping. Maxraji 1 ga oshyapti. Buni
sistema qilib yechib olamiz. N'ning o'rniga birinchida 100 ni qo'yadigan bo'lsak, bizda A1 plus A2 taqsim 2 plus A3 taqsim 3 plus va hokazo plus A100 taqsim 100 teng bo'lar ekan 200 ga. Endi n'ning o'rniga 99 ni qo'yamiz. 99 ni qo'ysak A1 plus A2 taqsim 2 plus A3 taqsim 3 plus va hokazo plus A99 taqsim 99 teng 100 2 yo'q. Bu yerda nima qilsak, ko'paytirsak 2 9 18 18 19 198 ga teng. Endi ikkalasini sistema qilib ayirib yuboradigan bo'lsak, bu bilan bu qisqaradi, bu bilan bu qisqaryapti, bu bilan bu qisqaryapti. Shunaqa qilib qisqaradi. Oxirida mana bu yerda A100 taqsim 100 dan oldin A99 taqsim 99 plus bor edi. Shu bilan mana bu ham ketadi. Keyin yuqorida faqat A100 taqsim 100 qoladi. Keyin 200 dan 198 ga ayiradigan bo'lsa 2 qoladi. A100 ni topsak bu yerda 200 ga teng chiqar ekan. Demak, mana bu holatda yechilar ekan misolimiz. Ya'ni D javob to'g'ri. Keyingi savol. Ifodaning qiymatini toping. Logaritm 9. Demak, bu cheksiz kamayuvchi bo'lyapti. Demak, cheksiz kamayuvchi genpress yig'indisini topish bu B1 taqsim 1 minus Q yordamida topilar edi. S demak B1 1 ga teng, 1 minus 1 taqsim 2 ga teng Q. Demak, buni hisoblasak 2 chiqadi. Demak, logaritm 9 asosiga ko'ra 2 plus 2 plus emas, ko'paytiruvchi ekan. Logaritm 8 endi buni ko'rsak, B1 taqsim 1 minus Q ga ko'ra S teng 2 taqsim 1 minus 1 taqsim 3. Hisoblasak, bunda 3 chiqar ekan. Demak, logaritm 8 asosiga ko'ra 3. Endi qaranglar, 9 3 ning kvadrati. Kvadrat oldiga 1 taqsim 2, logaritm 3 asosiga ko'ra 2 bo'lib chiqadi. 8 2 ning 3-si, demak 1 taqsim 3 bo'ladi. Logaritm 2 asosiga ko'ra 3 qoladi. Qarasak, mana ikkalasining ko'paytmasi 1 bo'lib, bizda to'g'ri javob 1 taqsim 6 ga teng chiqadi. Ya'ni C javobimiz to'g'ri bo'ladi. Keyingisi hisoblang. Demak, sinus 12 gradus kosinus 12 plus 1, sinus 12 kosinus 12 minus 1, sinus 24. Demak, biz buni A, buni B deb qaraydigan bo'lsak, A plus B, A minus B holatga kelyapti. Makhrajimiz sinus 24 gradus. Demak, A deb nimani oldik? A deb mana bu 12 va kosinus 12 ni oldik, B deb 1 ni oldik. Demak, mana shu joyda ajraldi. A minus va plus. Yuqori A kvadrat minus B kvadrat taqsim sinus 24 gradusga teng. A kvadratimiz mana bu ifodaning qarz kvadrati. Buning qarz kvadrati 1 plus sinus 24 ga teng. Soddalashtirsak, demak, o'rniga shuni qo'yamiz. 1 plus sinus 24, undan keyin B kvadrat 1 ga teng, minus 1 taqsim sinus 24. Demak, minus 1 bilan bu qisqarsa, bu bilan bu qisqarsa, bizda to'g'ri javob 1 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni C javob to'g'ri. Keyingi savolimiz. Sinus 12 gradus, sinus 2x, sinus 8x, sinus 2x nisbati 2 taqsim 3 bo'lsa, sinus 3x taqsim sinus 7x. Demak, biz mana bu yig'indidan ko'paytmaga o'tib olamiz. Demak, 2 sinus qo'shib turib 2 bo'lsak 7x, keyin kosinus ayirib turib 2 bo'lsak 5x. Makhrajimizda 2 sinus 8x ni 2 ni ayirsak 6, 2 ga bo'lsak 3x, kosinusda qo'shiladi. Qo'shilsa bo'lingan 5x. Teng 2 taqsim 3. Demak, bu ikkalasi qisqarib ketsa, bizda mana bu 2 bilan bu ham qisqarsa, sinus 7x taqsim sinus 3x ning nisbati 2 bu tarafga ko'payadigan bo'lsa, 2 taqsim 3 ga teng. Lekin bizdan so'rayapti, buni teskarisi. Buning teskarisi 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, B javob to'g'ri chiqadi. Keyingi savol.
tenglama sistemasi nechta yechimga ega? Demak, tenglama sistemasini yechish uchun yuqoridan y ni qarab olsam, x plus 1 teng 8 ga. Maxrajimizdan y ni olib olsak, 5 minus x ga teng. Yuqoridagiga olib borib qo'yamiz. 5 minus x teng x plus 1 ga. Bu ham teng 8 ga. Demak, buni qavs qaratini ochamizda x ni qiymatini topib olamiz. Demak, 5x plus 5 minus x ning kvadrati minus x teng 8. Soddalashtirsak, x ning kvadrati minus 4x plus 3 teng 0. Bu yerda qo'shganimizda 4 ko'paytirimizda 3 bo'lsa, x teng 1 bilan x teng 3 chiqadi. Endi bunga mos y ni topsak 4 chiqadi, bunga mos y ni topsak 2 chiqadi. Demak, bizda 1 da 4, 3 da 2 degan yechimlar mavjud. Tenglama nechta yechimga ega desa, 2 ta degan javobni belgilaymiz. Ya'ni B javob bo'ladi. Keyingi savol. Tenglamaning ildizlarining o'rta arifmetigi toping. Demak, biz tenglamani yechishimiz uchun ikkala tarafini kvadratga ko'taramiz. Buni oldin 4 ni chiqarsak, oldin 2 chiqadi, x minus 3 qolar ekan. Bundan 9 ni chiqarsak, ildizda 3 chiqadi, x minus 3 qoladi. Demak, teng 15. Bu yerda kvadrat ko'tarish ham shart bo'lmay qoldi. Demak, jami 5 ildiz ostida x minus 3 15 ga teng. Ildiz ostida x minus 3 ning qiymati 3 ga teng bo'ldi. Bu yerda x esa 12 ga teng bo'ldi. Kvadratga ko'tarsak, x minus 3 teng 9 chiqadi. Bu yerdan x 12 chiqadi. Demak, tenglamaning ildizlarining o'rta arifmetigi. Agar ildiz yagona bo'lsa, ildizini toping. Demak, ildizi 12 chiqdi. Endi D javob to'g'ri bo'ladi. 16-savoli. Demak, asosi bir xil bo'lishi kerak. 2 ning darajasida 2 sinus x ko'paygan 2 ning darajasida 3 kosinus x teng 1. Demak, 1 ni 2 ning nollanchisi qilamiz. Asosidan tashlab yuborsak, mana bu ikkalasi bir xil bo'lgani uchun ko'payganda daraja qo'shiladi. Demak, 2 sinus x plus 3 kosinus x ning yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Ana endi bu yerda sinusga bo'lib yuboradigan bo'lsak, yoki kosinus x ga bo'lib yuborsak, bizda 2 tanginus x plus 3 teng 0 bo'ladi. Tanginus x teng bo'ladi minusda 3 taqsim 2 ga. Demak, biz tanginus x ni topdik. Endi mana buni qiymatini so'rayapti. Bu nimaga teng? 6-darajali ildiz ostida 32 ni 2 ning 5 taqsim 6-si qilib yozamiz. Tanginus 2x. Biz tanginus x ni topdik. Tanginus 2x ni qanday topamiz? Tanginus 2x ni x plus x qilib izlaymiz. Bu shunda soddalashtirsa 2 tanginus x taqsim 1 minus tanginus kvadrat x ga teng bo'ladi ekan. Qo'shish formulasiga ko'ra chiqadi. Demak, 2 ko'paygan tanginus x ni o'rniga minus 3 taqsim 2 ni qo'ydik. Taqsim 1 minus 9 taqsim 4. Bu bilan bu qisqasi yuqorida minus 3. Bunda yuqoriga 4 chiqadi. 4 minus 5. Demak, bizda 12 taqsim 5 chiqadi tanginus 2x. Men soddalashtirdim. 2 ning darajasida 5 taqsim 6 ko'paygan 12 taqsim 5. Demak, bu bilan bu qisqasi 2 qoladi. Demak, 2 ning ikkinchisi bizda 4 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni D javob to'g'ri. Keyingi savoli 17. Tengsizlikning butun yechimlar yig'indisini toping. Demak, bizda qo'shganimizda minus 1 plus 1 ko'paytirib minus 6. Demak, 3 bilan minus 2. Demak, x minus 3 x plus 2 ga ajraladi. Mana bu qo'shganimiz 3 ko'paytirimiz minus 4. Bu 4 bilan minus 1. Demak, x minus 4 x plus 1 ga ajraladi. Kichik yoki teng 36. Endi mana juftliklarni o'zgartiramiz. Demak, minus 3 ga plus 1 ni qo'shsa minus 2 bo'ladi. Plus 2 ga minus 4 ni qo'shsa minus 2 bo'ladi. Demak, mana buni ikkalasini bir juft qilamiz. Bu ikkalasini bir juft qilamiz. Demak, buni bunga ko'paytirsak, x ning kvadrati minus 3x plus minus 2x minus 3 ga teng. Bu ikkalasini ko'paytirsa, x ning kvadrati minus 2x minus 8 ga teng. Kichik yoki teng 36. Endi mana buni t deydigan bo'lsak, bu t minus 5 ga teng bo'ladi.
Demak yozdik t kvadrat minus 5t minus 36 kichik yoki teng 0 dan. Qo'shganimizda 5, ko'paytirganimizda minus 36. Demak 9 bilan minus 4 chiqadi ildizlari. Endi son o'qida minus 4 9 ni belgilaymiz. Plus minus plus. Demak bizda minus 4 9 chiqadi. Demak endi qaraydigan bo'lsak, t ning qiymati minus 4 dan nima ekan? Katta 9 dan kichik ekan. T deb belgilab qo'yibmiz. X ning kvadrati minus 2x minus 3 ni. Demak shu minus 4 dan katta ekan yoki teng ekan. Buni ishlaydigan bo'lsa, x ning kvadrati minus 2x plus 1 katta yoki teng 0 dan. Bu ifoda x minus 1 ning qavs kvadratiga teng. X minus 1 ning qavs kvadrati katta yoki teng 0 dan. Bu yerda x tegishli chiqadi. Ya'ni x ni uni xohlagan sonni qo'ysak 0 dan katta yoki 0 ga teng bo'lgan son chiqar ekan. Endigisida x ning kvadrati minus 2x minus 3 ni kichik yoki teng qilamiz 9 dan. Buni ishlaydigan bo'lsa, x ning kvadrati minus 2x minus 12 dan kichik yoki teng bo'ladi. Xo'sh, qo'shganimizda 2 ko'paytirganimizda minus 12. Bu diskriminantdan topiladi. 4 plus 48 52. Tengsizlikning butun yechimini yonsin toping. Demak 52. X bir yechim 2 minus ildiz osti 52 taqsim 2. X 2 yechim 2 plus ildiz ostida 52 taqsim 2. 52 dan taxminiy qiymat chiqadi necha? Ildiz osti 52 dan taxminiy necha chiqadi? 49 dan 7 chiqadi. Demak 7/2 chiqdi deylik. 7/2. 2 dan 7/2 ni ayirsak, bizda 5/2, 5/2 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, necha chiqadi? 2/6 chiqadi. Taxminiy qiymati 2/6. Demak bunda qo'shilsa 9/2, 9/2 ni 2 ga bo'lsak, bizda 4/6 chiqadimi? 4,5 bo'lganda 9 bo'ladi. 0,2 ni 2 si 0,1. Demak 4,5 4/6 chiqadi. Endi son o'qida x1 va x2 ni belgiladim. Plus minus plus 0 dan kichik minus. Demak bizda 2/6 4/6 oraliqda nechta butun yechim bor desa, 2/6 dan keyin 3 keladi, 3 dan keyin 4 keladi. Endi ikkalasi yig'indisi 7 ga teng. Ya'ni to'g'ri javob C varianti. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, bizda 7 degan javob chiqadi. 18-savol. Tengsizlikni qanoatlantiradigan butun sonlar o'rta arifmetini toping. Demak, mana bu tengsizlikni qanoatlantirish kerak. Xo'sh, bu yerda aniqlanish soha bor. X plus 1 0 dan katta, ya'ni x minus 1 dan katta. Bu o'zgarmaydi. Undan keyin buni ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, qo'shganimizda 5, ko'paytirganimizda 6. X minus 3, x minus 2. Xo'sh, logaritm 2 asosiga ko'ra x plus 1 kichik yoki teng 0 dan. Birinchi holat mana bu musbat, bu manfiy bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat bu manfiy, bu musbat bo'lishi mumkin. Demak, birinchi holatni ko'rsak, bu ifodasi x minus 3, x minus 2 0 dan katta yoki teng bo'lishi mumkin. Shu vaqtda logaritm 2 asosiga ko'ra x plus 1 0 dan kichik yoki teng bo'lishi mumkin. X plus 1 katta 0 dan degan shart ham bor. Buni ishlaydigan bo'lsak, son o'qida 2 bilan 3 ni yozamiz. Plus minus plus bo'lsa, bizda pluslar yechim bo'ladi. Undan keyin ikkinchisini ishlaydigan bo'lsak, x plus 1 kichik yoki teng bo'ladi. 2 ning o'rninchisi 1 dan. X kichik yoki teng bo'ladi 0 dan. Demak, bu yerda 0 dan kichik degan yechim ham mavjud. Aniqlanish sohasi bor. Minus 1 dan katta. Demak, minus 1imiz bu tarafda joylashgan, 0imiz o'rtada joylashgan. 0 dan kattasi bu tarafda, minus 1 dan kattasi ham bu tarafda. Demak, bizda minus 1 dan 0 gacha chiqar ekan birinchisining javobidan. Minus 1 dan 0 gacha. Hech qaysi tegishli emasmi? Minus 1 tegishli emas, 0chi. 0 tegishli. Demak, 0 kirishi mumkin. Endi ikkinchi holatda birinchisi manfiy,
birinchisi manfiy bo'lganda 2 yu 3 oralig'i olinadi. Yoki son o'qib chizadigan bo'lsak, 2 dan 3 gacha bo'lgan oraliq olinadi faqat. Mana shu oraliq bo'yaladi. Aniqlanish soha doimiy -1 turadi. U -1 dan katta, o'ng tarafi olinishi kerak. Keyin 0 dan kichik emas, 0 dan katta bo'ladi. 0 ham tursa, endi 0 dan katta bu tarafi olinadi. Demak, bizda shunda 2 dan 3 gacha bo'ladi. Keyingisining javobi birlashma 2 dan 3 gacha. Tengsizlikni qanoatlantiradi butun sonlarning o'rta arifmetikini toping. Demak, bizda 0, 2, 3 degan butun sonlar o'rtalarini qo'shib turib 2 ga bo'lsak, bizda 5 taqsim 2 degan javob kelib chiqar ekan. 5 taqsim 2 A javobda berilgan. Uzr, to'xtanglar. Mana bu yerda 0 ham kiradi o'rta arifmetikda. O'rta arifmetikda 0 ham kiradi. Shunda 2 ga emas, 3 ga bo'linadi. Shunda 5 taqsim 3 chiqadi. Ko'rdingizmi? 0 ni son yig'indida ahamiyat kasb etmaydi deydigan bo'lsak, bizda xato chiqadi. Ya'ni ishlab turib xato belgilasak bo'lmaydi. Ya'ni bu javob to'g'ri. 19-savol. Tengsizlikni yeching. Demak, yuqoridagi tengsizlikni o'zini yozib olamiz. X - 4 minus modulda x mahrajimizdagini ko'paytuvchiga ajratamiz. Qo'shganimizdan -1 ko'paytiramizda -20 -5 bilan 4. Demak, x + 5 x - 4 ko'paytuvchilarga ajraladi kichik 0 dan. Endi son o'qida -5 2 4 ni belgilaymiz. Nimaga 2 olindi? Chunki 2 da surati nima bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Ana endi ishorasini aniqlaymiz. Bu yerda hech biri olinmaydi. Ishorasini aniqlaymiz. Bunda 4 dan kattani qo'ysak, musbat, keyin ayirganda manfiy bo'ladi. Musbat, shunda manfiy qoladi. 2 bilan 4 orasida 3 ni qo'ysak, musbat, ayirganda yana manfiy. Musbat, manfiyga bo'linsa musbat. 0 ni qo'ysak, musbat, surat musbat, mahrajimiz manfiy. Demak, manfiy. -5 dan kichikni qo'ysak, musbat, ayirganimizda musbat bo'ladi. Manfiy, 2 manfiy ko'paysa musbat bo'linsa musbat bo'ladi. Demak, bizda 0 dan kichik bo'lgan oraliqqa yechim, mana shu oraliqlarimiz yechim bo'ladi. Shunda bu variant -5 dan 2 gacha birlashma 4 dan plus cheksizlikgacha hisoblanadi. Bu javob bizda A variantda berilgan. Keyingisi 20-savol. Funksiyaning qiymatlar sohasini toping. Demak, bizda qiymatlar sohasi x ning qiymatiga bog'liq. Agar x 0 dan katta son bo'ladigan bo'lsa, fx ning qiymati 1 plus x ga teng. 1 plus x ga teng. Buning qiymati keyingi holatini ham ko'raylik. X 0 dan kichik bo'lganda qanday bo'ladi desa, fx ning qiymati -1 minus x ga teng bo'lardi. Endi x plus 1 ning grafigi qanday bo'ladi? X plus 1 ning grafi, x ning o'rniga 0 ni qo'ysak, y 1 chiqadi. -1 ni qo'ysak 0 chiqadi. 1 ni qo'ysak 2 chiqadi. Demak, ana shu holatda nima qiladi? O'sadi. Eng kichik qiymati mavjud emas. Eng kattasi ham mavjud emas. Endi -1 minus x ni ko'rsak, demak, minus x ni o'rniga 0 ni qo'ysak -1 chiqadi. -1 ni qo'yganda 0 chiqadi. 1 ni qo'yganda -2 chiqadi. Demak, buning nimasi? Bu holatda bo'ldi. Endi qaranglar. Mana bu yerda shartlari bor, inobatga olinishi kerak. Mana bu grafik yashil bilan chizilganda, bu grafik qachon shunday bo'ladi? X 0 dan katta bo'lganda, 0 dan katta bo'ladi degan mana buning o'ng tarafi. O'ng tarafda mana bu yerda 1 dan boshlanadi, tepar olinadi. Ya'ni 1 dan cheksizlikgacha bo'lgani olinadi. Buning qiymatli sohasi 1 dan cheksizlikgacha bo'lgani olinadi.
Endi bunda x 0 dan kichik bo'lgan paytda 0 dan kichigi mana buning chap tarafi. Bu qanday bo'ladi? 0 dan kichik chap tarafi mana shu yerda qaraydigan bo'lsangizlar, mana bu 0 ikiligi 0, 0 dan minus cheksizga qarab ketadi. Demak, buning qiymatli sohasi 0 dan minus cheksizlikgacha yoki minus cheksizlikdan 0 gacha deb olsak ham bo'ladi. Qaranglar, mana bu joyda e'tibor bermadik. Mana bu x 0 dan kichik bo'lgan paytda bunga teng dedik, lekin grafikni chizganimizda mana buni davom qildirib yubordik. Davom qilmaydi. Chunki biz x 0 dan kichik bo'lgan qiymatni qo'yib, bu tarafida qiymatlar qo'yishimiz kerak bo'ladi. Faqat bu tarafga qiymat qo'yganimizda grafik mana shu joyda to'xtaydi. Ya'ni -1 da to'xtaydi. Ana endi nimasiga qaraydigan bo'lsak, bunga ham qaraymiz. Boshidan chizib yuborsak bo'ladi. Mana shu joyiga e'tibor bermoqmiz. Shuning hisobiga sal qiyinroq bo'lib ketdi. X 0 dan katta bo'lgan qiymatda mana shu nuqtaning o'ng tarafidan qo'yamiz faqat bu funksiyaga. Demak, biz 0 ni qo'yganimizda 1 chiqadi. 1 ni qo'yganimizda 2 chiqadi. 3 ni qo'yganimizda 4 chiqadi va shu tariqa davom qiladi. Qarang, mana bu tariqa davom qiladi grafigi. Endi x 0 dan kichik bo'lgan paytda mana shuni chap tarafini qo'yamiz. X o'qda -1 ni qo'yganimizda 0 chiqadi. 0 ni qo'yganimizda -1 chiqadi. Bu taraf -2 ni qo'yganimizda 1 chiqadi. Demak, yuqoriga ko'tariladi. Ana bu holatda kelib mana shu to'xtaydi. Ya'ni -1 chiqadi. Grafikka qaraydigan bo'lsak, qiymatlar sohasi -1 dan yuqorida yotyapti. Demak, umumiy javob -1 dan plus cheksizlikgacha bo'lar ekan. Ya'ni to'g'ri javob B varianti. 21-savol. fx kubik ko'pqat grafigi berilgan f4 plus f-3 toping. Demak, bizda fx ko'p f4 dagi qiymat topish uchun mana bunga qaraymiz. f4 dagi qiymat nimaga teng? Keyin f-3 dagi qiymat nimaga teng? f-3 dagi qiymat. Bizda kubik tenglama nollari -2, 1, 3 ga teng. Ya'ni fx degani a ko'paygan x plus 2, x minus 1, x minus 3 ga teng. Xo'sh, bu yerdan ko'rinib turibdi. Mana bu 0 ni qo'yganda nima qiladi? 3 chiqadi. X dan 0 ni qo'yib chiqadigan bo'lsa, 2 minus 1 ko'paygan, i minus 3 ko'paygan, a teng 3. Hisoblasak 6a teng 3, a teng 1/2 chiqar ekan. Endi a 1/2 ekanini topdik-da, buni o'rniga qo'ydik. 1/2, x minus 1, x minus 3, x plus 2. Mana shu kubik tenglama ekan grafik. Endi bizda f4 ni qo'yganimizda qiymat ne chiqadi? f4 ni qo'yganimizda 1/2 ko'paygan 3 ko'paygan 1 ko'paygan 6. Demak, 9 chiqadi. f-3 ni qo'yganimizda 1/2 ko'paygan -4 ko'paygan -6 ko'paygan -1 chiqadi. Hisoblasak -24 taqsim 2 -12. Demak, bizda ikkalasi yig'indisi 9 ga qo'shaman -12 ni. Demak, bizda to'g'ri javob -3 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni B javob to'g'ri. Keyingisi 22. fx mana shunday bo'lsa, hosilasi -1 bo'lsa, f hosila 0 ni toping. Biz bundan bo'linmadan hosil olganimizda birinchidan hosil ikkinchisining ko'paytmasi bo'lgan x plus 2 ning o'zi bo'ladi. O'rta minus yuqoridagining ko'paytmasi maxrajning hosilasi. Demak, taqsim x plus 2 ning qavs kvadrati. Demak, bu f hosila x ga teng. Soddalashtirib qo'yadigan bo'lsak, x da qisqarib ketadi. 2 minus a taqsim x plus 2 ning qavs kvadratiga teng bo'ladi. Endi f hosila -1 ni qo'yganimizda 2 minus a taqsim 1 teng bo'ladi -1 ga. Bu yerda a teng bo'ladi 3 ga. A 3 ga teng bo'lsa, -1 taqsim x plus 2 ning qavs kvadratiga teng ekan, to'liq hosilasining funksiyasi. Endi hosilasindagi 0 ni qo'yganimizda bizda javob -1 taqsim necha chiqadi? 4 chiqadi. F hosila 0 da qiymat -1 taqsim 4 ga teng chiqadi.
Ya'ni B javob to'g'ri. Keyingi savol. Demak, 23-savolda mana bu ikkalasi a minus b a plus b ga ko'ra a kvadrat minus b kvadratga tushadi. Ya'ni integral 1 dan 2 gacha a kvadrat bo'lsa, ildiz osti x minus 1. Keyin bu yog'ida ildiz ostida x plus 1 va x plus 1 mavjud. dx. Keyingi navbatda endi mana bu ikkalasi a minus b a plus b ga tushadi. Demak, integral 1 dan 2 gacha a kvadrat minus b kvadratga ko'ra x minus 1 ga teng. Yonida x plus 1 mavjud. Endi ikkalasi a kvadrat minus b kvadratga tushadigan bo'lsa, x ning kvadrati minus 1 bo'ladi. Integralni yozamiz. 1 dan 2 gacha x ning kvadrati minus 1 dx. Ana endi buni integral oladigan bo'lsak, x ning uchinchisi taqsim 3 minus x 1 dan 2 gacha. 2 ni qo'ysak 8 taqsim 3 minus 2 minus 1 taqsim 3 plus 1 hisoblasak 7 taqsim 3 minus 1 4 taqsim 3. Demak, bizda B javob to'g'ri. 24-chi geometriya boshlandi. Turli tomonli uchburchakning tomonlari a kvadrat, b kvadrat va 7 ga teng. A, B natural son bo'lsa, uchburchak perimetrini toping. Demak, uchburchak tengsizligi mavjud, ya'ni ixtiyoriy ikkita tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta. A kvadratga 7 ni qo'shganim b kvadratdan katta. B kvadratga 7 ni qo'shganim a kvadratdan katta. Endi mana shu shartlarni qanoatlantiruvchi a va b natural sonlarni topishimiz kerak. Demak, a kvadrat va b kvadrat yig'indisi 7 bo'lishi kerak. A, b natural son bo'lsa, 1 ni 2 ni qo'yib bilamiz faqat. Shunda kvadrat yig'indisi 7 dan oshmaydi. Agar 1 bilan 3 olinsa yoki 4 olinsa, kvadrat yig'indisi oshib ketadi. Endi a ni 1, b ni 2 qilib oladigan bo'lsak, ixtiyoriy nimasi bo'lishi mumkin. A 1 bo'lishi mumkin, a 2 bo'lishi mumkin. A 1 bo'lishi mumkin, a 2 bo'lishi ham mumkin. Agar a 1 bo'lsa, b shu paytda necha bo'ladi? A 2 bo'lganda b shu paytda necha bo'ladi? Shuni topishimiz kerak. Qaranglar, agar a ni 1 deb oladigan bo'lsak, mana bu yerda 1 ni qo'yamiz. Bu yerda 8 bo'ladi. B ning kvadrati 8 dan kichik bo'lishi kerak o'rtadagisi uchun. O 8 dan kichik bo'ladi. Keyin 2 ni qo'yamiz. Agar biz a ni 1 deb oladigan bo'lsak, a kvadrat, mana bu b kvadrat, mana 7 bo'lsin. A ni 1 deb oladigan bo'lsak, 1 ga 7 ni qo'shganim, 7 dan 1 ni ayirganimdan katta bo'ladi b kvadrat, 7 ga 1 ni qo'shganimdan kichik bo'ladi b kvadrat. Agar a si 1 bo'lganda, endi a si 2 bo'lganda, endi kvadrati 4, 3 dan katta bo'ladi b kvadrat, 7 ga 2 ni kvadratini qo'shganda 11 dan kichik bo'ladi b kvadrat. Demak, bu yerda b kvadrat 6 bilan 8 ning o'rtasiga tushadigan qiymati mavjud emas. B ning qiymati mavjud emas. Endi mana bu o'rtaga tushadigan qiymati mavjud, ya'ni b kvadrat 9 degan qiymat mavjud. Demak, b 3 bo'lar ekan. Demak, bizda a 2 bo'lgan paytda b 3 bo'lar ekan. Perimetr shunda tomonlari 4 bilan 9, 7 bo'lsa, perimetrlar shuni yig'indisi 4, 9, 7 qo'shadigan bo'lsak, 16 plus 4 20 ga teng. Ya'ni D javob to'g'ri. Keyingisi 25-savol. O'tkir burchaklar ABC uchburchakning A balandligi va B medianasi o'tkazildi. Demak, bizda biror bir uchburchak chizib olar ekanmiz. Rangini o'zgartiraylik. Demak, o'tkir burchakli A, B, C. A da balandlik. Demak, A uchun yuqorida qilsak yaxshi.
yoki joyida tursa ham bo'ladi. A da balandlik dedim. Demak, bizda A da balandlik tushirilsin. Mana bundayroq qilsak, balandlik to'g'ri tushadi. A da balandlik 90 gradus ostida tushdi. Undan keyin BY mediani tomon tenkka bo'luvchi kesma. Demak, tomon tenkka bo'luvchi kesma BY. Demak, mana bundan bu teng. O'tkazildi. ADning D-siga nisbati 1/3. ADning D-siga nisbati 1/3. Demak, bu x bo'lsa, mana bu yer 3x ga teng. DYning D-siga nisbatini toping. DYning y bo'lsa, D-siga nisbat. Y'ning 3x ga nisbatini so'rayapti. Demak, bizda mana bu x bo'lsa, bu 3x bo'lsa, mana bu kvadratlarinisi 9 jam ildiz ostida 10x ga teng bo'ladi. Demak, mana bu ildiz ostida 10x taqsim 2 ga teng. Mana bu ham ildiz ostida 10x taqsim 2 ga teng bo'ladi, yarmi. Endi bilamiz, to'g'ri burchak, uchburchakda mana bu D kesma mediana bo'lyapti. Mediana gipotenuzadan tengga bo'lib, shuning o'ziga yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni bu ham ildiz ostida 10x taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, biz shu yerdan yozsak bo'ladi. Y ning o'rniga ildiz ostida 10x taqsim 2 ni taqsim 2 pastga tushadigan bo'lsa, 6x x dan qisqarsa, ildiz ostida 10 taqsim 6 ga teng bo'ladi javobi. Ya'ni D javob to'g'ri. Keyingi savol. ABCda trapeziyaning CD yon tomonida CY 7:2:1 nisbatda. Demak, mana bu 2x, mana bu x. Shartni qanoatlantiruvchi Y nuqta olingan. Agar ABY uchburchak yuzining ABC trapeziya yuziga nisbati 4/100, demak, SABY yuzaning SABCD trapeziya yuziga nisbati 4/7 bo'lsa, BCning ADga nisbati. Demak, bu tomonni A, buni B deymiz. Demak, davom qildiramizda, balandlikni o'tkazamiz. Balandlikni o'tkazadigan bo'lsak, bizda mana 2x bo'lsa, mana 2h, bu h bo'ladi. Demak, mana bu yuzani A deymiz, bu yuzani B deb olamiz. Xo'sh, A yuzaning qiymatini topib olish uchun B ni 2 ta h ga ko'paytirib 2 ga bo'lishim kerak. Shunda B h ga teng bo'ladi. B yuzaning qiymatini topib olish uchun A ni h ga ko'paytirib 2 ga bo'lishim kerak. Demak, bu yerda BH A ga teng chiqsa, AH 2 ta B ga teng chiqadi. Endi mana ABY uchburchak yuzasi C yuzaga teng desak, bizda A plus B plus C yuzaning qiymati topilishi uchun A ga B ni qo'shib turib 2 ga bo'lib 3 ta h ga ko'paytirishimiz kerak. Keyin mana bu shartni harflarga nisbatan oladigan bo'lsak, C ning A plus B plus C ga nisbati 4/7 ga teng bo'lgan. Endi biz nima qilamiz? Bu yerdan h ni topib olsak, A taqsim B ga teng bo'ladi. Yokida h ni emas, B ni topib olsak, A taqsim h ga teng bo'ladi. Bu yerdan A ni topib olsak, 2B taqsim h ga teng bo'ladi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, yuqorida A plus 2B taqsim 2 ko'paygan h ko'paygan 3h. Hlar qisqaradigan bo'lsa, yuqorida 3 ko'paygan A plus 2B taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi yuzasi. Endi mana proporsiya qilib C'ni topib olamiz. 7C teng 4A plus 4B plus 4C ga. Demak, 3C teng 4 qasdini tashqari chiqsa, A plus B ga. Demak, C teng bo'ladi 4 tashqari chiqsa, A plus B taqsim 3 ga. Endi biz nima qilamiz? Mana bu 2 ni o'ngga ko'paytiramiz, mana bunga ko'paytiramiz. Shunda 2A plus 2B plus C ning o'rniga 4A plus 4B
taqsim 3. Bu yoqda 3a plus 6b ni nima qilamiz? Topib olamiz. Endi bunga 3 dan mahraj berib chiqsak, hammasiga 6a plus 6b plus 4a plus 4b teng 9a plus 18b chiqadi. Endi bu tarafida 10a plus 10b hosil bo'ldi. Bu tarafda 9a plus 18b. 9a chapga o'tsa a bo'ladi, 10b o'ngga o'tadigan bo'lsa 8b bo'ladi. Demak, a 8b ga teng ekan. Endi bu yerda b'sining a degan nisbati degani b'ning a ga nisbati. B deganimiz a bo'lingan h ga teng, a deganimiz 2b bo'lingan h ga teng. H da qisqarsa, bizda katta a ni ikkita katta b ga bo'lsak ham javob chiqadi. Katta a 8b ga teng, demak o'rniga 8b ni qo'yadigan bo'lsak, 8b ni ikkita katta b ga bo'lsak, blar qisqarib javob 4 chiqadi. Mana bu yerda qayerdadir xato ketdi. Mana bu 2 ni ko'paytirganimizda bunga s ga ko'paytirmadik. Ya'ni mana bu yerda 2 ga ko'payish kerak edi. Mana shu joyda xatolik ketdi. Demak, buni ham 2 ga ko'paytirishimiz kerak edi. Endi mana sini o'chirib tursam bo'ladi. Demak, 2 ga ko'payganda mana bu yerda 2 ko'payib turadi. Demak, 3 ga ko'paytirganimizda 6a plus 6b plus 8a plus 8b. Bu yoqda 9a plus 18b hosil bo'ldi. 3 ga ko'paytirdik, chap o'ngini. Endi bu tarafida 14a plus 14b hosil bo'ladi. Bu tarafda 9a plus 18b. 14b bu yoqqa o'tadigan bo'lsa 4b qoladi. 9b bu yoqqa o'tadigan bo'lsa 5a qoladi. Xo'sh, endi bu yerdan a ni topib olsak, 4b ni 5 ga bo'lganga teng. Boya aytganimdek, mana bu yuqorida javob topish uchun katta a ni 2b ga bo'lamiz. Demak, a ni 2ta b ga bo'lganimizda javob nech chiqadi? Demak, bu yerga yozamiz. A ni 2ta b ga bo'lganimiz b ni a ga bo'lganimizga teng. Demak, a ning o'rniga 4b ni qo'ysak, 4b taqsim 5 bo'lsa 10b bo'ladi. Blar qisqarib 2 ga qisqarsa 2 taqsim 5 bo'ladi. Ya'ni D javob chiqadi. 27-savol. Radiuslari 6 ga teng ikkita aylana o'zaro tashqi ravishda o'rnadi va radiusi R ga teng aylana ichki ravishda A va B nuqtalarida o'rnadi. Agar A bu 15 bo'lsa, radiusini toping. Demak, bizda radius so'ralyapti. Demak, aylananing markazi mana shu nuqtada bo'lsa, bundan A gacha bo'lgan masofa ham radius, bundan B gacha bo'lgan masofa ham radius. Endi mana bu ikkalasi kichik aylana markazlari orasidagi masofa. Radius 6 ga teng ikkita aylana o'zaro tashqi ravishda. Demak, radius 6 ga teng. Mana bu 6, bu ham 6, bu ham 6, bu ham 6. Endi mana bu masofa R minus 6. Bu masofa ham R minus 6. Endi bizda buning bunga nisbati bunga nisbatiga teng. Yozdik. R minus 6 ning R ga nisbati 12 ning 15 ga nisbatiga teng. 3 ga qisqartirsak 4 taqsim 5. Demak, 5R minus 30 teng bo'ladi 4R ga. R teng bo'ladi 30 ga. Demak, D javob to'g'ri. Keyingi savol. 28. ABC teng yo'lda uchburchakda AB BC teng yon tomonlari I A12 uchburchakning B uchidan unga ichkisilgan aylana markazigacha bo'lgan masofa. Demak, bizda uchburchak chizib olamiz. Teng yo'lda uchburchak ekan bu va unga ichki aylana chizamiz. Demak, ichki aylana chizadigan bo'lsak, ana shu holatda. Demak, A, B, C. B uchidan unga chiqgan aylana markazigacha bo'lgan masofa mana shu masofani so'rayapti. Demak, bundan bu yergacha bo'lgan radius.
Shunda bizda h minus r kerak. Demak, bunga yozsak bu radius, bu ham. Endi teng yo'lda bo'lgandan keyin bu tarafi 10 ekan, asoslari 6. Demak, balandlik 8. Endi biz r teng 2s taqsim perimetrdan ichki sig'aygan radiusni topamiz. 2 ko'paygan 12 ko'paygan balandlik 8 taqsim 2 yuzasi perimetri 20 32. Ular qisqaradi. Bu bilan bu qisqaradi, 4 qoladi. 12 ni 4 ga bo'lsak radius 3 chiqar ekan. Demak, bu 3 bo'lsa, bizdan so'rayotgan masofa 8 dan 3 ni ayirsak nechaga teng bo'ladi? 5 ga teng bo'ladi. Ya'ni D javob to'g'ri. Keyingi savol 29. ABC uchburchakning medianalari J nuqtada kesishadi. B ga kesma o'rtasi B1 nuqta bo'lsin. Demak, bizda J nuqta medianalar kesish nuqtasi B1 uzunligining B dan J gacha bo'lgan uzunlikning yarmiga teng. Bizdan so'rayotgani A11 vektorini B va C vektor orqali ifodalang. A B1 ni B vektor. Demak, bizda yozamiz. Bilamiz, medianalar kesishganda 2/1 nisbatda bo'linadi. Mana bu x bo'lsa, mana bu ham x nisbat deb olinadi. Endi mediana tomon tengga bo'ladi. Demak, mana bu C vektor taqsim 2 ga teng. Mana buni yozadigan bo'lsak, bu yerda nimasi uchlari aniq ko'rsatilmagan. Demak, mana bu yerdan boshlangan ekan. Bundan bungacha bo'lgan masofa mana bu. Keyin bundan bungacha. Keyin bu bunga davom qilgan. Demak, bizda uchburchak vektorni uchburchaklar usulida qo'shishga ko'ra mana bu nuqtadan boshlansa bir vektor, A vektor. Bundan bu tarafga ketsa qandaydir B vektor. Bu vektorning qiymati A vektorga B vektorini qo'shganga teng. Endi xuddi shunaqa holat mavjudmi, mavjud emasmi, shuni tekshirish kerak. Qaranglar, mana bu nuqtadan boshlandi, bu tarafga ketdi. Mana B vektor. Undan keyin mana bu B nuqtadan C gacha ketdi. Demak, endi bundan bungacha bo'lgan vektor bu ikkalasining nimasiga teng bo'ladi? Yig'indisiga teng bo'ladi. Demak, bu yerda C taqsim 2 vektorimiz B vektorga qo'shiladi. Mana bu 3x'imiz. Xo'sh, shu yerdan bizda A1 ni so'rayapti. A1 degani mana bu y bo'lsin, y vektor bo'lsin. Y vektor nimaga teng bo'ladi desa, y vektorning qiymati x vektorga B vektorini qo'shganga teng. Mana bu yerda x vektorini topib olsak. Demak, x vektor teng bo'ladi C vektor taqsim 2 minus B vektorni 3 ga bo'lganimga, ya'ni 1 taqsim 3 ga ko'paytirganimga. Demak, x vektor teng chiqar ekan C vektor taqsim 6 minus B vektor taqsim 3 ga. O'rniga qo'yamiz. C vektor taqsim 6 minus B vektor taqsim 3 plus B vektorga. Hisoblasak, bunga 3 dan mahraj bersak, bizda to'g'ri javob C vektor taqsim 6 plus 2B vektor taqsim 3. Ya'ni B javobda berilgan. Ya'ni ikkalasi bir xil, faqat o'rni o'zgargan. Keyingi savol 30. Savol biroz skanerlaganda xiroq ko'ringan. O'zi kitobni o'zidan ochib ko'rib olaylik, keyin ishlaymiz. Demak, bu yerda tekislik berilgan. Bu holatda alfa beta tekislikdan mana B nuqta alfa tekislikka tegishli, bu esa beta tekislikka tegishli ekan. Demak, bizdan o'zaro 120 gradusli burchak tashkil qiluvchi ikki yoqli burchak berilgan. O'zaro 120 gradus degani mana bu alfa tekislik bilan mana beta tekislik orasida burchak 120 gradus. 120 gradus. A, B, 8 barcha ma'lumotlar berildi, o'qib o'tirmayman. So'rayotgani B va D nuqta orasidagi masofa. Mana B dan D gacha bo'lgan masofa nimaga teng desa, bundan bungacha, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa 90 gradusda tutashadi. Orasida burchak 120 gradus. Endi bularni topish kerak. H1 va H2 ni topish kerak. H1 H2 nimaga teng bo'ladi
Mana 30 gradus qarshilayotgan karra gipotez yarmiga ya'ni 4 ga teng bo'ladi. Demak, bizda mana quyidagicha holat mavjud bo'lyapti. Bu 120 gradus, mana 4 bo'lyapti. Mana bu masofani so'rayapti x. Endi mana bu masofa nimaga teng bo'ladi? Endi mana bu 90 gradus, bu 60 gradus. Demak, mana bu 30 gradus. 30 gradus qarshilayotgan karra gipotez yarmiga teng. Demak, bizda a'si 6 ildiz osti, mana 4 ildiz osti uchun mana 2 ildiz ostida 3 bo'ladi. Shunda 2 ildiz ostida 3 bo'lsa, mana bu ildiz osti uchun ya'ni 6 bo'ladi. Pifagor 6 bo'ladi. X topsak, x ning kvadrati 16 plus 36 minus 2 ko'paygan 4 ko'paygan 6 kosinus 120 da minusda 1 taqsim 2 ga teng. Buni hisoblasak 16 plus 36 plus 2 lar qisqarsa 24. 60 76. 76 ni 4 ko'paygan 19 qilamiz. Shunda ildizda 2 ildiz osti 19 chiqadi, ya'ni B javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi savol. Uchlari berilgan nuqtalarda bo'lgan nechta uchburchak yasash mumkin? Bunda uchburchakning 3 ta uchi bitta aylanada yotmasin. Demak, bu kombinatorikaga taalluqli misol. Uchlari berilgan nuqtalarda bo'lgan nechta uchburchak yasash mumkin? Demak, jami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta nuqta berilgan. Birinchi holatda sharti bor. Bunda uchburchakning 3 ta uchi bitta aylanada yotmasin. Demak, mana bundan 1, 2, 3 birinchi aylanaga tegishli bo'lgan 1, 2, 3, 4 ta nuqta mavjud. Shu 4 tadan ikkitasini birinchi aylanadan olamiz. Bu yoqda 1, 2, 3, 4 tasini ikkinchi aylanaga tegishli deymiz. Demak, bunda 4 ta, bunda 4 ta. Keyin ko'paytiramiz. S 4 ta 1 ga. Yo'q. S 3 ta 1 ga. Chunki mana bu nuqta ikkalasiga ham tegishli bo'lyapti. Hozir 4 ta qilib olsam, bunga ham tegishli bo'lib qoladi va mana bu sharti buziladi. Ya'ni mana bu sharti buziladi. Demak, mana bu qolgan 3 tasini ixtiyoriy bittasini olaman va shundan nechta uchburchak yasash kelib chiqadi ko'paytirganda. Plus endi bu tarafidan S 4 dan bitta nuqtani taylayman va bu tarafidagi 3 ta nuqtadan ikkitasini taylayman. Demak, uchburchak ikkita tomon, bu ikkita nuqtasi bu uchburchakda, ikkinchida bir uchi birinchi aylanada yotadi. Undan keyin biz oxirgi nimasi qoldi? S 4 dan 1 nuqtani taylayman, S 3 dan 1 nuqtani taylayman. Bu nima degani? Bu 4 ta nuqtadan bittasi olinadi. Bu 3 ta nuqtadan bittasi olinadi. Deylik, mana bu nuqta olinsin, keyin mana bu nuqta olinsin. Uchburchak yasaganimizda mana bu holati yasaladi. Ko'rdingizmi? Va 3 ta nuqta bitta aylanaga tegishli bo'lmay qoldi. Mana shunday vaziyatdan bitta holati bor. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, S 4 dan 2 ni hisoblasak, ko'paysa 18 chiqadi. Buni hisoblaganimizda 12 chiqadi. Buni hisoblasak ham 12 chiqadi. Demak, barisini qo'shganimizda bizda 42 ga teng chiqadi. Ya'ni B javob to'g'ri. Keyingi savoli to'plamga doir. A to'plamda 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar berilgan. Tavakkaliga ikkita son tanlandi. Bu sonlar ko'paytmasining 6 ga karrali bo'lish ehtimolligini toping. Demak, bizda S 10 dan 2 bo'lsa 10 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 8 faktorial. Demak, 9 ko'paygan 10 taqsim 2, demak 45. Demak, tavakkaliga ikkita son tanlansa, jami imkoniyatlar 45 ta bo'ladi. 45 ta bo'ladi. Demak, P ehtimollik n taqsim n ga teng, ya'ni jamisini bo'lish kerak, keraklisini. Demak, endi biz keraklisi nima desa, shu ikkitasining ko'paytmasi 6 ga bo'linishi. Ya'ni ikkitasining ko'paytmasi 6 ga bo'linishi. Bular 2 bilan 3 2 bilan 6 yokida nima qilsak bo'ladi? 2 bilan 3, 4 bilan 9. Qaranglar. 6 ni ko'paytiruvchiga ajratsa 2 bilan 3 ning ko'paytmasiga keladi, to'g'rimi? Demak,
ko'paytmasi 6ga bo'linishi uchun ichida 2 bilan 3 ning ko'paytmasi bo'lishi kerak. 2 bilan 3 ning ko'paytmasi bor. Boshida ikkisi borlarni yozamiz. 2, 4, 8, 10 bor. Keyin 3i borlar, 3 bilan 9 bor. Endi 6chi desa 6 2 bilan 3 ni o'zida nima qilinadi? Yotadi. Demak, bunda 4 ta, bunda 2 ta son mavjud. Endi ko'paytmasi 6 bo'ladiganini topish uchun 4 ni 2 ga ko'paytiramiz, 8 ta bo'ladi. Endi 8 ta bo'ladi. Endi qaranglar. 6 ning o'zi bor. Buning ichida 6 ning o'zi bor. 6 bilan har biri 1 bo'lishi mumkin, 2 bo'lishi mumkin, 3 bo'lishi mumkin, 4 va hokazo. 6 ning o'zi bo'lmaydi-ku. 6 5 bo'lishi mumkin, 6 bo'lmaydi, 7, 8, 9, 10 bo'lishi mumkin. Jami 9 ta raqam bo'lishi, son bo'lishi mumkin. 6 bilan ko'payganda 6 ga karrali son chiqadi. Demak, bu yerda 9 ta 6 ga karrali son bo'lishi. Mana bu yerda 8 ta. Demak, jami 17 ta bo'ldi. Jami 17 ta 6 ga karrali son bo'ldi. Demak, bizda ehtimollik 17 taqsim 45 ga teng bo'ladi. Ya'ni A javob to'g'ri. Endi javob tanlanadigani asosining tomonlari 3 va 27 ga teng bo'lgan muntazam to'rtburchakli kesik piramidaga shar ichga chizilgan. Demak, bizda kesik piramida kerak ekan. Mana kesik piramida. Endi unga shar ichga chizilgan. Demak, sharni ichga chizamiz. Sharga eng katta hajmli muntazam oltiburchakli prizma chizilgan. Endi prizma chizamiz. Uni keyingi holatda ko'ramiz, mayli. Demak, bizda mana bu apofema, mana bu asosi apofema bunga keladi. Ya'ni shu yerdagi kesimni oladigan bo'lsak, teng yo'lli trapetsiyaga chizilgan aylana misolida qarar edik. Kesik piramida to'rtburchak yoki shar chizildi desa, biz buni sal biroz nima qilamiz? O'zgartirish kiritamiz. Mana. Endi asosiy tomonlar 3 va 27. Demak, bu 27, bu yuqorisi 3 bo'ladi. Endi sharni nima qilish uchun buni banallik tushiramiz. Bu radius. Endi mana bu masofa 27 dan 3 ni ayirib 2 ga bo'lamiz. Demak, 12 chiqadi. Pi-ni 3 deb oling. To'rtburchak kesik piramidaga shar chizilgan. Sharga eng katta hajm muntazam oltiburchak prizma. Kesik piramida hajmini toping. V kesik piramida hajmi 1/3 ko'paygan h bilan 2 ta radius. Bundan keyin S1 plus ildiz ostida S1 ko'paygan S2 plus S2. Demak, 1/3 ko'paygan 2 ta radius. S1 nimaga tengsa 9 ga teng. 27 ning kvadrati 729. 27 bilan 9 ning ko'paytmasidan 3 bilan 27 ning ko'paytmasi ketadi. 3 bilan 27 ning ko'paytmasi 81. Demak, buni nima qilamiz? Hisoblaymiz. Qo'shib chiqadigan bo'lsak 90, bunga qo'shsak 819. 819 bo'lingan 3 ko'paygan 2 ta radius 3 ga bo'lsak, bizda 27 3 ko'paygan 2 r. 2 ga bo'lsak 6 14 546 r. 546 r ni hisoblashimiz kerak. R ni hisoblash uchun bizga nima kerak? Radius kerak. Xo'sh, radiusni qanday topamiz? Radiusni mana bu boyagi
eng katta hajm muntazam otiluvchi prizma chizildi. Mana shundan topib olamiz. Demak, sharni chizib olamiz. Demak, sharga eng katta hajm muntazam otiluvchi prizma. Demak, muntazam oltiburchak prizma. Demak, buning markazi diagonalda yotadi. Radius, bu ham radius. Bundan bungacha bo'lgan masofa balandlikning yarmi h taqsim 2. Mana bu asosiy bilan bir xil. Demak, radiusning kvadrati h taqsim 2 ning kvadratiga a ning kvadratini qo'shganga teng. Endi sharga eng katta hajm muntazam oltiburchak prizma chizilgan. Pni 3 deb oling. Eng katta hajm prizma. Prizmaning hajmi 3 ildiz ostida 3a kvadrat taqsim 2 ko'paygan h. Endi shuning hajmi eng katta. Demak, hosil olib 0 ga tenglanadi. Demak, biz yuqorida baribir sharning hajmi kerak ekan, radiusi. Uni kesik piramidadan topib bo'ladimi? Asosiy tomonlar 3 va 27 ga teng bo'lgan muntazam to'rtburchakli kesik piramidaga shar chizilgan. Sharga eng katta hajm muntazam oltiburchakli prizma chizilgan. Demak, bizda mana bu prizmaning balandligi sharning nimasiga teng bo'ladimi? Yo'q. Ikkita radius va diametrga teng bo'ladi. H. Mana bu yerda qaranglar, bu tomonni S deydigan bo'lsak, trapeziyaga aylanish sharti qarama-qarshi tomon yonsa teng bo'lishi kerak. 27 ga shuni qo'shganim ikkitasiga teng bo'lishi kerak. Bu yerda S ni topsak 15 chiqadi. Demak, S 15 chiqadigan bo'lsa, bu 12 bo'lsa, bu yerda radius ikkita radiusning qiymati teng bo'ladi. Ikkita radiusning qiymati teng bo'ladi 9 ga. Demak, radius teng bo'ladi 9 taqsim 2 ga. Sharning radiusi kelib chiqdi. Demak, birinchisini hisoblaydigan bo'lsak, 9 taqsim 2 ga ko'paytiramiz. Yokida 273 ni 9 ga ko'paytirsak ham bo'ladi. Shunda 3 9 27 ikisi yodda, 7 9 63 65 6 yodda, 2 9 18 18 bo'lsa 24 bo'ladimi? 24 57. F javob to'g'ri bo'ladi. Demak, birinchiga F javob, ikkinchiga shar sirti yuzi S teng 4 pi r kvadrat. Demak, 4 3 12 r kvadrat 81 taqsim 4. Demak, bu bilan bu qisqarsa 3 qoladi. Buni ko'paytsak 243 chiqadi. 243 A javobdir. Prizma yon sirti yuzi S bo'lsa ildiz osti 2. Demak, prizma yon sirtini topib olishimiz kerak. Demak, biz bundan hosil olish uchun a kvadrat topib olaylik. A kvadrat teng r kvadrat 81 taqsim 4 minus h kvadrat taqsim 4 ga yokida 81 minus h kvadrat taqsim 4 ga o'rniga qo'yamiz. Shunda 3 ildiz ostida 3 h taqsim 2 teng bo'ladi 81 minus h kvadrat taqsim 4 ga. Ko'paytiradigan bo'lsak, mana buni ko'paytirsak 243 ildiz ostida 3 h minus 3 ildiz ostida 3 h ning kubi. Maxraj 8 bo'ladi. Endi yuqoridan hosil olib 0 ga teng deymiz. Demak, yuqoridan hosil olsa 243 ildiz ostida 3 minus 9 ildiz ostida 3 h ning kvadrati bo'ladi. Teng 0. Demak, 9 ildiz ostida 3 h ning kvadrati teng 243 ildiz ostida 3 ga. Ildiz ostida 3 da qisqaradi. 9 ga qisqartirsak, bu yerda 3 ga qisqartirsak 81, yana 3 ga 27 qoladi. 9 ga qisqartirsak 27 qolar ekan. Demak, h ning qiymati 3 ildiz ostida 3 chiqadi. H ning qiymati 3 ildiz ostida 3 chiqdi. Demak, a ning kvadratini topib olamiz. A ning kvadrati 81 taqsim 4 dan h kvadrat taqsim 4 ni ayirganga teng. H ning kvadrati 27 chiqdimi? Demak, 27 taqsim 4 ni ayiramiz. 81 dan 27 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 64 taqsim yo'q, 54. To'g'rimi? 27 dan olsak, to'g'ri. 54 taqsim 4. Buni bo'lsak, 2 ga bo'lsak 27 taqsim 2 chiqadi. A kvadrat 27 taqsim 2 ga teng. Yokida A teng
3 ildiz ostida 6 taqsim 2ga. Endi prizmaning yon sirti perimetr ko'paygan hga teng. Perimetr 6 ko'paygan a, ya'ni 3 ildiz ostida 6 taqsim 2, h'imiz 3 ildiz ostida 3. 3 ildiz ostida 3. Demak, bu bilan bu qisqarsa 3 qoladi. Demak, 27 ko'paygan 3 ko'paygan ildiz ostida 2. 81 ildiz ostida 2. Shunda ildiz ostida 2 s ni toping desa, ildiz ostida 2 ko'paytsak bizda 162 chiqadi oxirgisining javobi. Ya'ni B javob to'g'ri bo'ladi. Shu bilan testining tahlili yakunlandi. Endi yopiq yoki ochiq savollar yechimini o'tamiz. 36-savolda suratidan 4x ni qasddan tashqariga chiqaramiz. 3 minus x qoladi. Mahrajidagini 2 minus x 2 plus x ga ajratamiz. O'ng tarafidan x ni chiqaramiz. X kvadrat minus 9 qoladi va uni x minus 3 x plus 3 ga ajratamiz. Mahrajimizda x plus 2. Demak, x teng bo'lmaydi 2 ga, x teng bo'lmaydi minus 2 ga. Endi qisqartiramiz. X bilan x ni qisqartiramiz. X teng 0 yechim mavjud. X minus 3 bilan x minus 3 ni qisqartiramiz. X teng 3 yechim mavjud. Endi bunda minus 1 qoladi. Minus 1 ni mahrajga ta'sir qildiramiz. Shunda yuqorida 4, mahrajda x minus 2 qoladi. Bu tarafda x plus 3 qoladi. Endi buni o'ngga ko'paytirib yuborsak, x ning kvadrati plus 2 minus 6, 4 chapdan o'ngga minus o'tsa, minus 10 teng 0 holatga keladi soddalashganda. Endi buning diskriminantini topsak, 1 plus 40, 41, x1 minus 1 minus ildiz ostida 41 taqsim 2, x2 minus 1 plus ildiz ostida 41 taqsim 2 ga teng. Tenglama nechta haqiqiy yechimga ega? Demak, x teng 0 da yechimga ega, x teng 3 da yechimga ega, x teng 1 da, x teng 2 da. Jami 4 ta yechimga ega. 4 ta qiymatli yechimga ega. Tenglamaning irratsional yechimlari yig'indisi ratsional yechimlari yig'indisidan qanchaga kam? Demak, irratsional yechimlar yig'indisi 3 ga teng, ratsional yechimlar yig'indisi minus 1 ga teng. Endi 3 dan ayirib tashlaymiz minus 1 ni, teng bo'ladi 4 ga. Demak, bizda ikkinchisiga 4 to'g'ri keladi. Birinchisiga 4 da, ikkinchisiga ham 4. 37-savol trigonometrik tenglama. Demak, trigonometrik tenglamadagi mahrajini o'ngga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, a teng bo'ladi 2 ko'paygan 4 8 kosinus kvadrat x plus 6 sinus x kosinus x. Tak, a teng 8 ko'paygan yarim burchak formulasiga tashlasak, kosinus 2x taqsim 2 plus buni 3 sinus 2x qilamiz. Bu bilan bu qisqarsa 4 qoladi. 4 ni chapga minus qilib o'tkazadigan bo'lsak, bizda 4 kosinus 2x plus 3 sinus 2x a minus 4 ga teng bo'ladi. Endi buni qiymatlar sohasi minus ildiz ostida 4 ning kvadrati plus 3 ning kvadratidan katta bo'ladi yoki teng bo'ladi a minus 4, kichik bo'ladi yoki teng bo'ladi shuni plusidan, ya'ni 4 ning kvadrati plus 3 ning kvadratidan. Buni ishlasak, minus 5 dan katta yoki teng a minus 4, kichik yoki teng 5 dan. Buni soddalashtirsak, minus 1 dan katta yoki teng a, kichik yoki teng 9 dan. Endi bizda birinchisining sharti a ning qanday eng kichik qiymati ko'rinib turibdi. Bu yerda a ning eng kichik qiymati, minimum qiymati minus 1 ga tengligi. Demak, birinchisiga javob minus 1. Tenglama a ning nechta butun qiymatida minus 2u, 2pi, 2pi oralig'ida 4 ta yechimga ega. Endi biz mana bu berilgan tenglamani biroz soddalashtiramiz. Yana soddalashtiramiz. Uning uchun kosinus 2x ni tangens orqali ifodalaymiz. 1 minus tangens kvadrat x taqsim 1 plus tangens kvadrat x ga tenglaymiz. Keyin sinus 2x ni
2 tangens x taqsim 1 plus tangens kvadrat x ga tengmiz va tangens x ni t deb belgilab olamiz. Va o'rniga qo'yamiz. Shunda 4 minus 4t kvadrat taqsim 1 plus t kvadrat plus 6t taqsim 1 plus t kvadrat teng a minus 4 ga. Demak, bu tarafda 4 minus 4t kvadrat plus 6t teng a plus at kvadrat minus 4 minus 4t kvadrat. Minus 4t kvadratlar qisqaradi. At kvadrat minus 6 minus 6 mi? Minus 6t plus a minus 8 teng 0 holatga keladi. Endi bizda bu yerda t1 va t2 yechimlarini topadigan bo'lsak, deylik tangens x ni t deganmiz. Tangens x 7 ga teng bo'lsa, bir aylana hisobida tangens 7 tenglamaning javobi 2 ta bo'ladi. Ya'ni mana shu joy 7 ga teng bo'lsa, mana bu joyda bitta yechim, mana bu joyda bitta yechim bo'ladi. Endi minus 2pi oraliqda bo'lgani uchun 4 marta yechim bo'ladi. Ya'ni bir aylanib chiqqanida ikkita yechim, yana bir aylanma hosil bo'lganda yana ikkita yechim, ya'ni jami 4 ta yechim bo'ladi. Bizda 4 ta yechimga ega bo'ladigan a ning nechta butun qiymati mavjud deyapti. Demak, bizda mana bu yerda bitta qiymat hosil bo'lsa, t ning qiymati bitta bo'lsa, mana bu tangens x t ning o'zi 4 ta yechimga ega bo'ladi. Endi buni tushungan bo'lsak, bitta qiymat chiqishi uchun buning diskriminanti 0 ga teng bo'lishi kerak. Diskriminantni 0 ga tenglasak, diskriminant teng 36 minus 4a a minus 8 teng 0. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, bizda a kvadrat minus 8a minus 9 teng 0 hosil bo'ladi. Undan keyin a1 teng 9, a2 teng 1 chiqadi, minus 1 chiqadi. Bundan tashqari a teng 0 yechim ham kiradi, chunki mana bu yerda 0 ni kirsak, t kvadrat yo'qoladida chiziqli tenglama hosil bo'ladi va t ning qiymati 4 taqsim 3 ga teng bo'lib qoladi. Mana shu yerda ham tangens 4 yechimga ega. Shuning hisobiga a teng 0 ham kiradi. Demak, bizda 4 yechim chiqishi mumkin bo'lgan qiymatlar bitta, 2 ta, 3 ta bo'ldi. Keyingi savoli a sharti fp ning qiymati. Demak, fp ning qiymatini topib olish uchun 1 taqsim kosinus 2p minus kosinus 4p plus 3 teng kosinus juppilarda 1 ga teng 1 minus 1 plus 3. Birlar qisqarsa javobi 1 taqsim 3. Demak, a shartiga javob 1 taqsim 3. Ikkinchisiga fx ning eng katta qiymatini toping. Demak, bizda fx ning eng katta qiymati bo'lib chiqishi uchun 1 taqsim mana bu mahrajdagining minimum qiymati bo'lishi kerak. Mahrajning minimum qiymati nimaga teng? Kosinus 2x minus kosinus 4x ni 2 kosinus kvadrat 2x minus 1 oldidagi minus bilan plus 1 plus 1 plus 3 plus 4. Demak, mana shu mahraj minimum bo'lishi kerak. Endi bizda kosinus 2x ning bu grafikini chizib oladigan bo'lsak, bu t biror bir t ga teng deb grafik chizib oladigan bo'lsak, qanday bo'ladi? Minus 2t kvadrat plus t plus 4 bo'ladi. Buning grafigi mana shu joyda bo'ladi. Ya'ni bu holatda. Bu nuqta eng maksimum nuqtasi bo'ladi. Y ning minimum nuqtasini topib bo'lmaydi grafik orqali. Shuning uchun nima qilamiz desa, biz kosinus 2x teng bo'ladigan xususiy holatlari bor. Ya'ni minus 1 bo'lish holati bor. Kosinus 2x 0 bo'lish holati bor. Kosinus 2x 1 bo'lish holatlari bor. Mana shu holatlarni ko'rib chiqamiz. Agar kosinus 2x minus 1 bo'lganda, minus 1 plus 4 plus 3 minus 2, ya'ni 1 chiqar ekan.
0 qo'yganimizda 4 chiqar ekan, 1 qo'yganimizda 3 chiqar ekan. Demak, bizda mana shu minimum bo'ladigan qiymat kosinus 2x minus 1 bo'lganda, demak, maxraji 1 bo'lar ekan, eng kichik qiymati 1 ni 1 ga bo'lsak, fx ning katta qiymati, fx ning maksimal qiymati 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, ikkinchisiga 1 degan javob bo'ladi. Keyingi savol 39. Funksiyaga o'zaro perpendikulyar ikkita o'rinli. Demak, bizdagi mana bu berilgan funksiyamiz x kvadrat funksiya bilan bir xil bo'ladi deyarli. Ya'ni bu holatda keladi. Urinma o'tkazilganda (90° asosida nima qilar ekan? Kesishar ekan. Demak, mana bu keshish nuqtalari. Bu x1, bu x2 bo'lsin. Endi f hosila x0 bu k ga teng. Ikkita to'rt chiziq kesishgandan keyin mana bu y1 bo'lsin yoki y2 bo'lsin, mana bu y1 bo'lsin. Demak, y1 va y2 ning k'lari, ya'ni k1 bilan k2 ni ko'paytirganimiz -1 bo'lishi kerak, perpendikulyar bo'lish uchun to'rt chiziqlar. Endi bizda hosil olamiz berilgan funksiyadan. Berilgan funksiyadan hosilasi y hosila x taqsim 6 ga teng. Endi shunga x1 yechimini qo'ysak, k1 yechim chiqadi. Ya'ni x1 taqsim 6 bu k1 ga teng, x2 taqsim 6 bu k2 ga teng. Ikkalasini ko'paytirib -1 ga tenglasak, x1 va x2 ning ko'paytmasi -36 ga teng chiqadi. Endi bu urinmalarning funksiyalar urinish nuqtalar absissalar yig'indisi 5 ga teng. Demak, bizda aytayapti, shu absissalari x1 ga x2 ni qo'shganingda 5 chiqadi deyapti. Mana shu yerda sistema qilib topib oladigan bo'lsa, x1imiz -4, x2imiz 9 chiqar ekan. Ya'ni -4 ga 9 ni qo'shsak 5, ko'paytirsak 36. Endi x2, x1 larni topib oldik. Endi bularga mos y1 va y2 lar topib olsak bo'ladi. Bunga y1 to'g'ri keladi. Berilgan funksiyaning o'ziga qo'yiladi. -4. Shunda 16 taqsim 12 to'g'ri keladi. y2 81 taqsim 12. Bizda a sharti urinish nuqta ordinatal yig'indisi, ya'ni y1 ga y2 ni qo'shgan edi. Demak, 16 taqsim 12 ga qo'shamiz 81 taqsim 12 ni. Demak, bizda to'g'ri javob 97 taqsim 12 chiqadi. Demak, a shartiga chiqdi. Endi b shartiga urinmalar keshish nuqtasining koordinatal yig'indisini toping. Urinmalar keshish nuqtasini x, y deydigan bo'lsa, x ga y ni qo'shganimda necha bo'ladi deb so'rayapti. Demak, buni topib olish uchun biz funksiyani hosil qilib olishimiz kerak. Urinma tenglamasini tuzishimiz kerak har biri uchun. Demak, birinchi tenglama fx0 plus f hosila x0 x minus x0. Demak, x0 -4 bo'lganda. Demak, y1 teng -4 ni qo'yganimizda 16 taqsim 12, 4 ga qisqarsa 4 taqsim 3. Plus hosila olib turib -4 ni qo'yganimizda, hosil olingani mana -4 ni qo'yganimizda -2 taqsim 3. Keyin x plus 4. Buni soddalashtiramiz. 4 taqsim 3 -2 x taqsim 3 -8 taqsim 3. Demak, minusda 2x taqsim 3 minusda 4 taqsim 3 ekan birinchisiniki. Ikkinchi y2 funksiyani topib olamiz. Hosilasiga 9 ni qo'shsak, 9 ni qo'ysak 81 taqsim 12, 3 ga qisqartsak 27 taqsim 4 plus hosilasiga 9 ni qo'yadigan bo'lsak 3 taqsim 2 x minus 9. Qasd ochib soddalashtiramiz. 27 taqsim 4 plus 3x taqsim 2 minus 27 taqsim 2. Demak, buni 4 qilish uchun 2 ga ko'paytiramiz. 54 taqsim 4. Demak, buni soddalashtirsak 3x taqsim 2 minus 27 taqsim 4 bo'ladi. Ana endi y1 va y2 lar keshish nuqtasini topish uchun bir-biriga tenglash kerak. y1 da y2 ga tenglash kerak. Minus 2x taqsim 3 minus 4 taqsim 3 ni tenglaymiz. 3x taqsim 2
minus 27 taqsim 4 ga. Demak, bu yoqqa plus o'tadigan bo'lsa, 3x taqsim 2 ga qo'shiladi 2x taqsim 3. Bu yoqqa minus o'tadi. Minus plus o'tadi 27 taqsim 4 minus 4 taqsim 3. Demak, bunga 3 dan makhraj, bunga 2 dan makhraj, 4, bu 9. Demak, 13x taqsim 6 teng. Bunga 3 dan makhraj 81, bunga 4 dan makhraj 16. 81 dan 16 ni ayiramiz. 81 dan 16 ni ayirsak bizda 65 hosil qiladi. Demak, 65 taqsim 3 4 12. Bu bilan bu qisqarsa 2, bu bilan bu qisqarsa 5. Demak, x ning qiymati 5 taqsim 2. Endi y ning qiymatini topib olish uchun xohlagan bitta y ning funksiyasiga qo'yamiz. Yo bunga yoki bunga qo'yamiz. Farqi yo'q, ikkalasi ham bir xil chiqadi. Birinchisiga qo'ysam bo'ladi. Minus 2 taqsim 3 ko'paygan 5 taqsim 2 minus 4 taqsim 3. Ikkilar qisqaradi. Minusda 9 taqsim 3 hosil bo'ladi. Endi b shartini topib olish uchun ikkalasini qo'shishimiz kerak. 5 taqsim 2 ga minus 9 taqsim 3 qo'shish kerak. Demak, to'g'ridan to'g'ri qo'shib ketsak ham bo'ladi. 5 taqsim 2 minus 9 taqsim 3. Demak, bunga 3 dan, bunga 2 dan. 15 minus 18 taqsim 6 minusda 3 taqsim 6. 2 ga qisqartirsak minusda 1 taqsim 2 chiqadi javobi. Demak, keyingi savolimiz 40-chi. Xo'sh, mana bu berilgan funksiyaga e'tiborimizdan qaratadigan bo'lsak, buni bo'laklarga bo'ladigan bo'lsa, f minus 2 da 3 2x dx o'rta plus f minus 2 da 3 fx dx teng 10 qilib yozamiz. Endi mana bu qismiga qaraydigan bo'lsak, minus 2 dan 0 gacha fx dx ning javobi s1 emas, minus s1 chiqadi. Chunki bu sohada yuza manfiy chiqadi. Yuza manfiy bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun oldiga minus ishora qo'yib qo'yiladi. Endi 2x dx dan integral oladigan bo'lsak, x kvadratga teng x kvadrat minus 2 dan 3 gacha plus minus 2 dan 3 gacha fx dx minus 2 dan 3 gacha. Qaranglar. Demak, mana bu yerda yuza minus s1 ga teng, mana bu yerda yuza plus s2 ga teng bo'ladi. Chunki musbat bo'lyapti yuzasi. Demak, biz yozamiz s2 minus s1 teng 10 qilib. 3 ni qo'ysak 9, 2 ni qo'ysak 4. 9 dan 4 ni ayirsak 5, 5 unga minus o'tadi. Demak, s2 dan s1 ni ayirganimiz 5 ga teng bo'lib chiqar ekan. Endi a shartiga qaraydigan bo'lsak, minus 2 dan 5 gacha fx dx. Minus 2 dan 5 gacha degani, endi bu yerda s3 ham qatnashadi. Minus 2 dan 5 gacha bo'lgan paytda. Demak, minus s1 plus s2 minus s3 hisoblanadi. Buning javobi bizda 5 chiqdi. Yuqorida yozdik 5. S3 ning qiymatini aytyapti 3 ga teng deb. Demak, uning qiymati 3 minus 3. Demak, ayirsak birinchisining javobi 2 chiqadi. A javob 2. B javob minus 2 dan 5 gacha modulda fx dx. Demak, minus 2 dan 5 gacha modulda fx dx degani qanday bo'ladi? Bizda modul musbat, ya'ni s1, s2, s3 lar yig'indisi 14 ga teng. Endi s3 ning qiymati 3 bo'lgandan keyin bizda s1 va s2 ning yig'indisi bu yerda 11 chiqib qoladi. Keyin yuqoridagi s2 minus s1 ning qiymati 5 ekanini qo'yadigan bo'lsak, shu yerga olib kelib sistema qilamiz, ayirib yuboramiz. Bular qisqariladi. 2 ta s1 11 dan 5 narsa 6 ga teng bo'ladi. S1 ning yuzasi 3 chiqadi. Bizda S1 yuzani so'rayapti. S1 yuza 3 ga teng ekan. 41-savol.
Birinchi savolda o'xshashlik bor. O'xshashlikda tomonlar tomonlari teng bo'laklarda bo'linsa, yuzalari toqsonlar bo'ladi. Ya'ni A, 3A, 5A, 9A va hokazo, 7A va hokazo, 9A, 11A, 13A, ya'ni toqsonlar bo'lib ketadi. Endi mana bu yerda AK, KL, LS teng deyapti. Demak, mana bu asoslari ham nisbatlari bir xil bo'ladi. Demak, mana bu yerdagilar ham bir xil bo'ladi. Bular ham bir xil bo'la oladi. Demak, mana bu yuza 6 ga teng bo'lsa, bu aytganda bu 3A ga teng bo'ladi. 3A teng 6 bo'lsa, A teng 2 chiqadi. Demak, yuqoridagi yuzasi 2 chiqqan. Demak, bular tengligidan bu ham 2, bu ham 2 bo'ladi. Keyin bu 6 bo'lsa 2 dan qo'shsak 8, bu ham 6, bu ham 6 chiqadi. Endi bu 3A bo'lsa, mana 5A, 5A degani 10 bo'ladi. Mana yuza 10 bo'ladi, bu ham 10, bu ham 10 ga teng bo'lgan yuza bo'ladi. Endi shunda APMK yuza qana desa, APMK mana. Mana shu yuza. Mana shu yuzaning qiymati 10 ga teng bo'lar ekan. To'liq nimasining yuzasi qiymati bu yerda qo'shsak 6, buni qo'shsak 18, buni qo'shsak 30, 48, 54 chiqadi. Demak, keyingisiga 54. 42-savol. ABCD parallelogramning, demak, parallelogram chizib olamiz. A, B, C, D. A va C tomonlari Y va F nuqta shunday olinganki, bunda A, Y degan nisbati, demak bu yerda Y nuqta olingan, bu X bo'lsa, bu 2X bo'ladi. F nuqta C ning o'rtasida ekan. Demak, bizda B, F tutashtirilgan, keyin C, Y tutashtirilgan. Biz nima qilamiz? Mana bu asosiga parallel qilib, mana bu yerdan qandaydir bir to'rtchiziq o'tkazamiz. F K to'rtchiziq o'tkazsak ham bo'ladi. Bu teng bo'lgandan keyin 2x bo'lsa, bu yer x bo'ladi. Endi qarab turadigan bo'lsak, mana bu keshish nuqtasini O deyapti. OF yuza 12 ga teng. Mana bu yuza 12 ga teng deyapti. Endi bu tarafi A da 3x bo'lsa, B'si ham 3x bo'ladi. Keyingisi buni qandaydir n, buni qandaydir m nisbatda oladigan bo'lsak, B sharti BO ning, ya'ni m ning enga nisbati so'roq. Uni qanday topamiz desa, mana bu o'xshash uchburchaklikdan topamiz. O'xshash uchburchaklar burchaklari bir xil, tomonlari bir-biriga qarama-qarshi tomon parallel. Mana shu o'xshash uchburchaklarda x ning 3x ga nisbati n ning m ga nisbatiga teng, x da qisqarsa 1/3 chiqadi. Endi bizlarda m ning n ga nisbati kerak bo'lgani uchun 3 ning 1 ga nisbatiga teng. Demak, A javobga 3 ning 1 ga nisbati bo'ladi. Keyingi B javobga parallelogram yuzini topamiz. Endi parallelogram yuzasini topib olish uchun mana bu chizgan chiziqlarimizni o'chirishimiz kerak. O'chirildi. M ning va n ning o'rniga mana bu nisbat yozamiz. Mana bu yerni 3K deymiz, buni K deymiz. Mana bu 12 K ga to'g'ri kelyapti. Shunda mana bu yerga 36 yuza to'g'ri keladi. Yuzaning tomonlar nisbatiga ko'ra. Endi ana x kerak emas ekan, biz o'chirib tursak ham bo'ladi. Mana bu BD ni nima qilsak, o'tkazsak. BD nima qiladi? BD BSF uchburchak yuzasi shunda nima bo'ldi? Mana bu yuza 48 ga teng bo'ldi. To'g'rimi? Demak, mana bu yuza ham 48 bo'ladi, chunki F nuqta CD ning o'rtasida joylashgan. Demak, bu ham 48 bo'ladi. Bu tarafi ham 48.
Demak, b desa 3 burchak yuzasi 96, bu parallelogram yuzasining yarmiga teng. 2 ga ko'paytirsak bizda 192, bu parallelogram yuzasini hosil qiladi. Demak, b shartiga javob 192. 43-savol. Rasmda 3 ta bir xil muntazam oltiburchak joylashtirilgan va 3 ta uchidan o'tuvchi aylana chizilgan. Bo'yalgan soha yuzi 18 ga teng. Bo'yalgan soha yuzasi ustozlar mana bu oltiburchakning yuzasi 3 tasiniki. Demak, tomonni A deydigan bo'lsak, bizda bitta muntazam oltiburchak yuzasini topish formulasi 3 a kvadrat taqsim 2, shundan 3 ta bor. 3 ga ko'paytirsak 18 chiqar ekan. Demak, bunga qisqartirsak, bu yerda 6 qoladi. 3 bilan buni qisqartirsak 2 qoladi. A kvadrat bu yerda 4 ga, A teng 2 ga. A teng 2 chiqar ekan. Ya'ni tomoni 2 ga teng chiqar ekan. Endi mana bu nuqta parallelogramning markazi. Markazidan bungacha bo'lgan masofa oltiburchakning katta diagonali i aylananing radiusi hisoblanadi. Aylananing radiusi 2 ta a ga teng bo'lib, qiymati 4 ekan. Demak, bizda aylana radiusini toping degan javobga 4 bo'ladi. Aynaga ichkisilgan muntazam 12 burchak yuzini toping. Demak, aylanaga endi muntazam 12 burchak ichkisilishi kerak. Endi diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, mana muntazam 12 burchak qanday ko'rinishda ichkisiladi? Ya'ni shu holatda keladi. Markaz joylashgan o'rtada. Markazdan tomonlargacha bo'lgan masofalar bular radius. o'n ikki burchak bo'lgandan keyin 12 ta tomon va shu tariqa davom qiladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo ketaveradi. Mana bu yerda o'rtada 360 gradus burchak paydo bo'ladi va har birini alfa deydigan bo'lsa, shunda 12 ta burchak paydo bo'ladi. Ya'ni 12 ta tomon uchun 12 ta burchak. Demak, 360 gradusni 12 alfaga tenglayman. Alfani topib olsam, bu yerda har biri 30 gradusdan ekanligi kelib chiqadi. Demak, mana bu burchak 30 gradus. Radiusi 4. Demak, mana shunday 3 burchakdan 12 ta mavjud. Demak, bizda aylanaga chizilgan muntazam 12 burchak yuzasi S teng 12 ta 1 taqsim 2, 4 ko'paygan sinus 30 gradus. Ya'ni boyaga aytganida bo'yalgan soha yuzasiga teng bo'lgan 3 burchakdan 12 ta mavjud. Demak, hisoblasak 12 ko'paygan 4, 16, 2 bo'lsak 8, sinus 30 da 1 taqsim 2 yana ko'paytirsak bizda 48 ga teng chiqar ekan. B shartining javobi. 44-misolimiz. 44-misolimizda balandlik tushiramiz. Demak, bu yerda konus asosining radiusi 25 ga. Demak, asosiy 25 ga teng. Asos markazidan yasovchisigacha bo'lgan masofa 20. Asos markazi mana, yasovchigacha bo'lgan masofa mana shu 20 ga. Shunda mana Pifagorga ko'ra 15 chiqadi. Chunki bu 90 gradusda tutashadi. S nuqtadan asosga parallel tekislik bilan kesildi. Demak, S nuqta asosga parallel tekislik kesildi. Radiusi 90 gradus. Radiusi kichik r. Kesim yuzini toping. Kesim yuzasi kichik pi r kvadrat. Kichik pi r kvadrat topish kerak. Uning uchun mana bu balandlikni qaranglar. Mana bu joydagi balandlik topib olish kerak. Bu to'g'ri burchak 3 burchakniga gipotenuzga tushgan balandlik h bo'ladi. 20 ni 15 ga ko'paytirsak ham to'g'ri burchak 3 burchak yuzasi kelyapti. Mana bu yuza. 25 ni h ga ko'paytirsak ham kelyapti. Bu yerda hisob-kitob qilsak h teng 12 chiqar ekan. Demak, mana bu masofa 12 ga teng. Bu masofa 20 ga teng. 20 ga teng. Bu 12. Demak, mana kichik radius 16 chiqadi. 16 bo'lsa kvadrati 256 pi bo'ladi. A sharti ketdi. B sharti hosil bo'lgan kesik konus hajmdor. Kesik konus hajm 1 taqsim 3 pi ko'paygan h balandlik 12 ga teng. Keyin r1 kvadrat, r1 25 ning kvadrati 625. O'rtada r1 ko'paygan r kichik r. Demak, 25 ni 16 ga ko'paytirsak 400. Keyin 16 ning kvadrati 256. Demak, hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bizda 5124 pi ga teng chiqadi.
kesik konus hajm topish formulasi 1/3 ko'paygan HP R kvadrat RR plus kichik R kvadrat. Shu bilan yakunlandi va oxirgi savoli firma nechta mahsulot sotib olishingizga qarab narx belgilaydi. Nechta mahsulot sotib olsangiz shuncha foiz chegirma qilib beradi. Bunda mahsulotingizga qarab bunda mahsulotning narxi 100 ming so'm hisoblanadi. Masalan, siz 8 ta mahsulot sotib olsangiz 8% chegirma olib har biri uchun 92 ming so'm pul to'laysiz. Bu masalan deyapti. Masalan sizga bu tushuntirib beryapti. 8 ta mahsulot sotib olsangiz 8% chegirma qilib beradi va 92 ming so'm pul to'laysiz. Demak, bunda mahsulotning narxi 100 ming so'm bo'lsa, 8% bo'lsa 100 mingdan 8 ni ayirasiz, 10% bo'lsa 100 mingdan 10 ni ayirasiz, bittasiga shuncha pul to'lab ketaverasiz. Bir gap bilan aytganda 100 minus x bo'lyapti-da. Firma esa mahsulot ishlab chiqarish uchun bir martalik 200 ming so'm va har bir mahsulot uchun 50 ming so'm xarajat qiladi. Demak, firma xarajat qiladi bir mahsulotga 200 ming so'm. Boshida 200 ming, bir martalik 200 ming, keyin har bir mahsulotga 50 ming so'mdan xarajat qiladi. Ya'ni 50 ko'paygan x bo'lsin. Bu yozganimiz mahsulotning tan narxi. Ya'ni u shundan ortig'iga berib bilmaydi, chunki o'zi shuncha xarajat qilgan. Uni ishlab chiqarish uchun shuncha xarajat qilgan. Endi biz 100 ming so'mlik mahsulotdan 10 ta olsak, 10% chegirma qilib 90 ming so'm to'laymiz. Donasiga qarab. Demak, bir dona oladigan bo'lsak, bir donaga 100 minus 1x qaytadi. 1x, ya'ni 1% qaytadi. 99 ming to'laymiz-da. Endi shundan x ta olmoqchimiz. Ya'ni x bilan foiz bilan nima soni bir xil bo'lyapti. Mana bu yerga foiz, bu yerga son. Ko'paytiradigan bo'lsak, misol uchun 20 ta oladigan bo'lsam, bu yerga 20 ni qo'yaman. 100 dan 20 desam, bitta mahsulotni 80 mingni olaman. 20 ga ko'paysam jamiz kelib chiqadi. Ya'ni 1600. Demak, bu bizning nimamiz? Mahsulotni sotib olgan narximiz. Mana bu narximiz x ga ko'paytirganda ularga tushadigan pul, tushum. Ya'ni ular tushumi, misol uchun mahsulot sotdi, biz uni 100 minus 2 ko'paygan x ko'rinishidagi pul miqdorida berdik. Ularga tushum bo'ladi. Endi bizlarda shartimiz firmaning umumiy tushumi eng katta bo'lishi uchun bitta xaridorga qancha mahsulot sotish kerak. Demak, tushum eng katta bo'lishi uchun mana tushumdan hosil olib nolga tenglaymiz. Demak, 100 minus x ko'paygan x dan hosil olsak, 100 x minus x kvadrat bo'ladi. Bundan hosil olib nolga tenglasak, 100 minus 2x teng 0, x teng 50. Demak, bizda 50 ta mahsulot sotsak bir kishiga eng katta tushumga ega bo'lamiz. Firmaning sof foydasi eng ko'p bo'lishi uchun bitta xaridorga qancha mahsulot sotish kerak? Demak, foyda eng ko'p bo'lishi uchun mahsulotning tan narxini tushumdan olib tashlashimiz kerak. Misol uchun biz sotdik 100x minus x kvadrat mahsulotni, undan mahsulotni ishlab chiqarganga ketgan xarajatni, ya'ni 200 plus 50x ni olib tashlasak, 200 minus 50x bo'ladi, minus ta'sir qilib. Bu yerda foyda kelib chiqadi. Buni soddalashtirsak 50x minus x kvadrat minus 200 bo'ladi. Bu yerda foyda kelib chiqadi. Endi bizlarda foyda eng katta bo'lishi uchun, ya'ni eng ko'p bo'lishi uchun deyapti. Demak, bundan hosila olib nolga tenglaymiz. Bundan hosil olsa 50 minus 2x teng 0 bo'ladi. X teng 25 ga teng bo'ladi. Demak, ikkinchisiga javob 25. Ya'ni firmada sof foyda eng ko'p bo'lishi uchun bitta xaridorga qancha mahsulot sotish kerak? Ya'ni 25 ta sotish kerak bo'ladi. Demak, to'g'ri javoblar 50 va 25. Shu bilan ustozlar va o'quvchilar, bugungi tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi tahlillarda ko'rishguncha sog', salomat bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.